Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi kunda Sirdaryo suv ta'minoti aksionerlik jamiyati tomonidan Sirdaryo viloyatida qilinayotgan ishlar, amalga oshirilayotgan loyihalar va boshqa masalalar bo'yicha axborot berib o'tmoqchiman. Bugungi kunda Guliston shahrini 24/7 ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha qurilish ishlari boshlandi. Bugungi kunga qadar 8 kilometr tarmoqlar gorizontal burg'ulash qurilmasi orqali hech qanaqa yo'llarni buzmasdan yotqizildi. Bundan tashqari 100 ga yaqin xonadonlar markazlashgan tarmoqlar orqali suv hisoblash uskunasi bilan ichimlik suv tarmog'iga ulandi. Bugungi kunda qurilishlari Guliston shahrining mahalla hududida Ulug'yo'l, Madaniyat, Nihol mahallalarida olib borilmoqda. Qurilish ishlari joriy yilning 1-iyulga qadar yakunlanishi belgilangan. Belgilangan qurilish muddatlarida foydalanishga topshirish orqali biz Guliston shahrini uzluksiz ichimlik suv bilan ta'minlashga erishamiz. Bundan tashqari 1960, 1970, 1980 yillarda qurilgan temir, chugun, azbest va muddatni o'tab foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgan tarmoqlarni ham almashtirishga erishamiz. Buning orqali biz tarmoqda yuzaga kelayotgan muntazam nosozliklarni va yo'qotishlarni oldini olamiz. Bundan tashqari Guliston shahridagi deyarli barcha iste'molchilar suv hisoblash uskunasi bilan ta'minlanadi. Buning evaziga biz suv balansini yaratib, iqtisod qilishga, energiya iqtisod qilishga erishamiz. Shuningdek, Guliston shahrida Shveysariya grantining mablag'lari hisobidan dispetcherlik markazi qaytadan yangilanmoqda. Masofadan turib, tarmoqlarda yuzaga kelayotgan nosozliklarni onlayn ravishda kuzatish imkonini beruvchi datchiklar o'rnatilmoqda. Bundan tashqari, markazlashtirilgan oqova suv tizimlariga ulanmagan ko'p qavatli binolarni ham biz kanalizatsiya tizimlariga ulanishini rejalashtirib oldik. Joriy yilda bundan tashqari istiqbolli loyihalar amalga oshirishi belgilangan. Bu bo'yicha bir necha marotaba axborot ham berib o'tdik. Xususan Jahon banki mablag'lari hisobidan 117 ta ichimlik suv olish quduqlarini qurish, 120 ta ichimlik suv minoralarini tiklash, 473 kilometr masofada ichimlik suv tarmoqlarini yangilash, shuningdek bitta ichimlik suv nasos stansiyasi va 5 ta umumiy quvvati 16700 bo'lgan oqova suv tozalash inshootlarini barpo qilish belgilangan. Ushbu qurilish ishlari joriy yilda boshlanib 2027-yilgacha to'liq yakunlanib foydalanishga topshiriladi. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimizning 454-sonli ijtimoiy iqtisodiy investitsiya dasturi orqali biz 42 milliard mablag'lar evaziga 15,7 kilometr masofada ichimlik suv tarmoqlarini qurib rekonstruksiya qilamiz. Shuningdek, joriy yilda korxonaning o'z mablag'lari hisobidan 23 ta energiya tejamkor nasoslarni o'rnatish, 40 kilometrdan oshiq masofada tarmoqlarni joriy, mukammal va yangidan qurish, shuningdek 15 mingtaga yaqin suv hisoblash uskunalarini aholi xonadonlarigacha o'rnatib amalga oshirish belgilab olingan. Hurmatli iste'molchilar, bugungi kunda Sirdaryo viloyatining ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun debitor qarzdorligi 38 milliarddan oshiqni tashkil qiladi. Ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun to'lovlarni vaqtida amalga oshiring. Bu sizning xonadoningizga, tashkilotingizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshiradi. Bundan tashqari, kunlar isiy boshladi, yoz mavsumiga ham tayyorgarliklar boshlandi. Xonadonlarga, ko'p joylarda xonadonlarga ichimlik suvdan sug'orish holatlari doimiy kuzatilib kelinadi. Biroq Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarorida tomorqalarni sug'orish vaqti etib, kech 12 dan ertalab 5 gacha qilib belgilangan. Bundan tashqari holatlarda sug'oradigan bo'lsangiz, ma'muriy javobgarlikka tortish bo'yicha inspeksiya xodimlari tomonidan amaliy harakatlar olib boriladi. Hurmatli iste'molchilar, xonadoningizni ichimlik suvi bilan sug'ormasligingizni tavsiya qilamiz. Tarmoqdagi so'nggi iste'molchilarga bosimsiz yoki ayrim holatlarda umuman suv chiqmaslik holatlari kuzatiladi. Shuning uchun ichimlik suvi bilan xonadonlaringizni sug'ormasliklaringizni so'rab qolamiz.